Bular termilib turishlarini qarang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube chorva ishqibozlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Navkat qishlog'ida joylashgan o'zimizning uydagi chorvalarni sizlarga dam olish kuni ko'rsatmoqchimiz. Tomosha qilishlaringiz mumkin. Avlikol, Simmental, Angus, Greenford, Simmental, hurmatli obunachilar, biz ham Rahmatjon akamizga o'xshab, Rahmatjon akamizga havas qilib, mana chorvani ko'paytirib YouTube'da kanal ochib shuni yuritmoqchimiz. Rahmatjon akamizga o'xshab, xudo xolasa chorvalarimiz ko'p bo'lsin. Mana zagonlarni ham katta qildik. Hozir shu chorvalarimiz bilan tanishtiramiz. 3 bosh Simmental, 2 bosh Greenford, 1 bosh Angus hamda 6 bosh Avlikol novvoslarimiz bor. Kanalga mehmonlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikrlarini qoldiringlar. Layklar bosib turinglar, akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, chorva haqida yangiliklar hamda o'zimizni uydagi chorvalarni chiqarib turamiz. Mana bu terakni balon bilan to'ldiramiz, mol kelib ishqalanib turish uchun. Mana Simmental novvoslarimiz. Gazlarni qaranglar. Mana ikkinchi Simmentalimiz. Korobkalarga e'tibor beringlar. Bo'ylari 1.15 chiqib qoladi. Xo'sh, bularga silos, bedapres hamda kepak, tuz aralashtirib 3 ta o'qilga mana shunaqa qilib solib qo'yamiz. Shu bilan kechgacha yotadi. 2 marta rejimda qaraymiz. Oltita avlikollar o'zimda bor edi. Mana Angus, Simmental, Greenfordlarni yangi oldim. Chu. Layklar bosib turamiz akalar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Yangi novvoslar ham xudo xolasa yeb-ichlar tekshiruvdan o'tdi. Endi chiroyli qilib ularni boqamiz.
Mana instrumentalni qaranglar. O'ta baquvvatli. Chu. Akalar, shu joyda videoga nuqta qo'yamiz. Havas qilganlar like, kommentariyani yozib ko'ramiz.